Nega qayg'uryapsan? Allohdan xayrlisini so'ragan sen emasmiding? Ko'rmayapsanmi, xayrsizlarni uzoqlashtirdi sendan. Ha, ayriliqlar og'irli. Ha, ketganlar senga yaqin bo'lgan. Lekin har ketgan yo'qotish emas. Ba'zida ketishgani hayotingga Allohning bergan eng katta hadyasi bo'ladi. Chunki ba'zilar sen bilan qolganida yo'lingni to'sardi, qalbingni zararlardi, balki orzularingga yetkazmasdi. Alloh seni yomonlikdan o'z yo'li bilan saqlayapti. Sen esa shunchaki yo'qotdim deb o'ylayapsan. Unutma, rizqing ham, rishtang ham, baxting ham senga tegishlisi hech qachon chetda qolmaydi. Faqat sabr qil. Shubhalanma. O'zingni yomon ko'rma. Nega aynan men dema. Balki shu men uchun xayrli deb o'yla. Seni Alloh yaratgan.